Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari, xudo xolasa mana keyingi zakazlarimizni ham olib kelib o'rnatdik. Bu yerga ichkariga 2 dona eshik, 2 dona deraza qo'yib berdik. Akalarimiz bizni oldin ko'rmagan, netmagan, tanimagan. Xudo xolasa mana shu YouTube orqali telefon qildi, vizit qildi. Telefon orqali xudo xolasa kelib eshik-romlarni chiroyli qilib berdik. Tashqarilarida o'zi oldin akfa qilib olgan ekan. Mana ustunlari qolib ketgan ekan. Bizda ham xudo xolasa akfalar bor. Hozir aytdim, ustunlarni qo'yib bermadimi desa, yo'q, ustunlar akpachiga kirmaydigan qo'ygan edi. Bizda xudo xolasa ichiga kiradi. O'zimiz ustunlar ichida qilib o'rib beramiz. Biroq ishini yomonlashmasu, bu yerda ustalar biz ishimiz emas, ustun o'rash debdi. Xudo xolasa inshaalloh biz ponni, qulub, kalit, zamuq hamma yoq qilib o'rnatib beramiz. Ustunlar biz ichimizga kiradi, biz ustunlarni o'rib beramiz, tashqi ko'rinishini. Hozir ham xudo xolasa bularni o'lchab oldik. Ustunlarini xudo xolasa o'rib beradigan bo'ldik. İnşallah mana bu yoqlariga ham eski eshik-romlarni ham chiqarib akfa qilib berasiz dedi. Xudo xolasa akfasini o'lchab ketyapmiz, bularni ham qilib beramiz. Ichkariga MDF eshiklarni o'rnatdik. Mana bismillahirrohmanirrohim. Bizda ham mana shu akfa, MDF, yog'och hammasi bor. Bemalol murojaat qila olasizlar, telefon qilsanglar, inshaalloh xudo xolasa ishlar chiroyli qilib bitirib beramiz. Bu yerga 2 dona eshik, 2 dona deraza qilib berdik. Klientimiz rangiga qarab, klientimiz shuni xohladi. Ishlarimiz o'ta go'zal, chiroyli, mustahkam, xudo xolasa garantiya beramiz. 5 yil kafolati bor, garaj pres bor. Xudo xolasa biz tajribali ustamiz, 25 yildan beri inshaalloh shu sohadamiz. Hali 1 yil, 2 yil, 3 yil, 4 yil bo'lgan yo'q. Eshiklarga kafolat, garantiya beramiz, garaj pres, apparat hamma yoq o'zimizda. Inshaalloh mustahkam, oynalar germetiklangan, laki ham matviy lachach berganmiz. Xohlaganlarga glansli, xohlaganlarga matviy. Kimga qanaqa xizmat bo'lsa, bemalol murojaat qila olasizlar. Puliga keladigan bo'lsa, ko'pchilik pulini so'rayapti. Eshigimiz 2 kvadrat. 2 kvadrat kelsa, kvadrati 800 ming so'mdan, bitta eshik 1 million 600 ming so'm bo'ladi. Razmeriga qarab puli katta kichik bo'lib, razmeriga qarab puli chiqaradi. Telegramimiz bor. Telegramdan yozsa, xudo xolasa, kimga qanaqa xizmat bo'lsa bemalol rasmlari bor, tashib beramiz, ko'rib tanlab qilishaveradi. Vodiy bo'ylab borib o'rnatish bor, O'zbekiston bo'ylab dastlabki bor. O'rnatish deganda mana shu olib kelib, qulub kalit hamma yoqda shunday topshiramiz. 3 tadan oshirmoqchi bo'ladi. Zamonlarimiz bor. Mana eshiklarda ko'ryapsizlar, yopilishlar ham juda mustahkam, yengil, yumshoq yopiladi. Mana rezinkalarigacha bor. Ichlarini mana ponni penalab qilib berdik. Kimga qanaqa xizmat bo'lsa, bemalol murojaat qila olasizlar. Oldindan hammaga rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Videomizda yangi bo'lganlar bitta podpiska qilib qo'ysanglar, yangi qo'ygan videolarimiz borib turadi inshaalloh. Kimga qanaqa xizmat bo'lsa, xizmatdamiz. Bu yerda manziliga keladigan manzili Shahrixon. Shahrixonda qayerga? Oqto'rli mahalla. Shahrixonda Oqto'rli mahallasiga mana inshaalloh olib kelib o'rnatdik. Oldindan hammaga rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.